Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz bizani kuzatib boruvchi podpischilarimiz, Alloh taolo barchalaridan o'zi rozi bo'lsin. Alhamdulillah masjidimiz ishlar davom etibdi. Mana tirzalarni, Xudo xolasa derazalarni anchasini qurishdi ustalarimiz. Alloh taolo barchalaridan o'zi rozi bo'lsin. Mana Xudo xolasa ustalarimiz, elektrik ustalarimiz ishga kirgandan keyin o'z ishlarini davom ettiryaptilar. Alloh taolo bulardan o'zi rozi bo'lsin. Mana eshik tirzalarini o'sha ketgandan keyin ustalarimiz eshiklarimizni, o'sha tirzalarimiz, atkoslarini olibdilar. Mana ustalarimiz ishlashyapti. Xudo xolasa eshik tirzalarini qurib bo'lgandan keyin, atkoslarni olib bo'lgandan keyin inshaalloh o'sha remont ishlari boshlaydilar. So'q, ya'ni shpaklovkalarni, shu gipslarni surtib inshaalloh fondga tayyorlaylar inshaalloh. Ko'cha tomon derazalari barchasi qurib bo'lindi. Ko'rishingiz mumkin. Faqatgina eshiklar qo'ygan, Xudo xolasa inshaalloh ularni ham tez kunlarda keltirib o'rnatib ketadilar. Alloh taolo barchalaridan rozi bo'lsin. Mana azizlar, mashhur o'sha bizning gumbazimiz, masjidimiz gumbazi. Xudo xolasa mana shu jarayonni mana shungacha kelib qoldi. Inshaalloh ustalarimiz ishlashyapti. Yana yuqori etaplarni taxlayaptilar. Mana tirza joylari, o'sha gumbazni qolgandan keyin tirzalar quriladi. Bunga ham Xudo xolasa masjidimiz yorug' bo'lishiga, ichi yorug' bo'lishiga xizmat qiladi bu tirzalarimiz inshaalloh. Azizlar, o'sha ustalarimizdan, eski ustalarimizdan azmuncha qarzdorligimiz qolgan 20 million so'mcha atrofiga. Shuni to'lab berishimiz kerak. Ancha bo'ldi ular ham ishni tugatib ketganiga. Xudo xolasa shunga bir ko'maklashsangizlar, yordam qilsangizlar, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Azizlar, shu qarzdorligimizga befarq bo'lmaslikka iltimos qilamiz. Alloh taolo hammamizdan o'zi rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.